Bu qozog'istonlik jangchi Kamtar Saturnni soqoldan ushlab oldi. Saturn esa indamay ertangi kunga qo'yib qo'ydi. Shunda Atilla yanada oshirib, ko'proq hayb qilish maqsadida ketib borayotgan Saturn orqasidan tepdi. To'g'ri, Saturn birinchi bo'lib bunaqa harakatlarini boshlab berdi, ammo qozoq jangchi sal oshirib yubordi. Ushbu face-to-face'dan keyin jang atrofidagi taranglik eng yuqori nuqtaga yetdi. Atilla darhol oktagon markaziga chiqib, Saturnni ring markaziga chaqirdi. Saturn hissiyotlarga berilib ketdi va bokschi bilan tik turib zarba almashishga kirishdi. Keyin esa Og'abek bu qarordan qattiq afsuslandi. U gilamga yiqilgandan so'ng qandaydir mo'jiza bilan muddatdan oldingi mag'lubiyatdan qutulib qoldi. Abdumo'minovning burni qonga belandi va o'sha paytda uni kambek qilishiga juda ham kam odam ishongandi. Ammo Jelishbekovning ustidan g'alaba qozonishiga asosiy qurol aynan kurash bo'ldi. Birinchi takedowndan atigi 1 daqiqa o'tib, Og'abek bo'g'ish uslubini muvaffaqiyatli amalga oshirdi va jangni muddatdan oldin yakunladi. Do'stlar, Saturnning bu jangi haqida fikringiz qanday? Kommentariyaga yozib qoldiring. Videoga like bosishni ham unutmang.